Hürmetli vatandaşlarım, yani bir leksiyemiz, ahırkı leksiyemiz. Buna dikkat bilen, köngül bilişse akşam bilemen. Bu leksiyemi başına ahır sözlep gelip atkan leksiye Katar'daki leksiyelerine biri. Bulup mesela men bir qanç katım sözlüge leksiyelerimde canlı ipen degen adamni eğiz qalgan edim. Bugün yani şundaq bu mavzu mundaq. Canlı ipen Prezident Trump devri. Amerika Cungo elişi ve Tayvan boğuzun vaziyet yüzünüşü. Doğrusu toxtaldığı mavzulu haber. Birinci ayının 12. günü Amerika avazının Xitay Tel programı ilan kılın. Haber mundaq başlan. Biz maqalının abstraket kısmını kaldırıp koyup, men üzem davatımana ahırkı yakününü vatandaşlarga tanıştırımız. Sual koygan muhbir, undaqda ahırkı netice nime deb yana bir qatim sual koy. Canlı ipen. Men buzu buron sözlep ötken edim. Eğer Tayvan boğazında uruş partlasa, şüphesiz ki işkil netice biridir. Komparti yoki kompartiya hamma hukmronlik qildi yoki uning ikkinchisi agar urushda kompartiya mag'lub bo'lsa yangi bir jungo dunyoga keladi. Shubhasizki mushu ikki natijadan boshqa natija bo'lmaydi. Bunda tajriba saboqlar tarixdami bo'lgan edi. Javu urushida Yaponiya bilan Manchun hukumati urushdi. Urushda Manchun hukumati yengildi. Manchun hukumati shundan keyin og'dirildi. Canlı ipen bunda ko'rsat. Şuna urushda g'alaba qilish yoki mag'lub bo'lish masalasida mag'lubiyatni bizning rahbarlarimiz qabul qila olmaydi. Jungoliklar mag'lubiyatni qabul qila olmaydi, jungo rahbarlari deydi. Rahbarlarimiz ko'p qatim og'dirilish xarakterlik xatolik o'tkazmasligimiz lozim deb ta'kidladi. Mening his qilishimcha, agar Amerika bilan Jungo o'rtasida urush portlaydigan bo'lsa, bu og'dirilish xarakterlik xatolik sodir qilganlik bo'ladi. Undan boshqa Amerika bilan savdo urushi qilishmi og'dirilish xarakterlik xatolik o'tkazganlik bo'lib qolmay, balki oqibat intayin ig'ir bo'ladi. Diqqat vatandoshim. O urush, ya'ni harbiy jihatga urushni qilsangmi, sen uchun oqibat intayin xatarlik. Yep-yangi bir Jungo quriladi. İkincisi, sen Amerika bilan savdo urush qilsangmi, oqibat intayin xatarlik da'vatidir. Canlı ipen. Dünya Savdo Tashkilotining bir nimalar prinsiplarini qabul qiladigan va uningga hurmat qiladigan bo'lsa, Jungo hukumatining boj elish siyosati zo'r masalalar o'tirg'i chiqdi. Buningdan burun ig'ir boj elish bir masala edi. Hozir bu hukumatning puli ko'p. Muhimi ig'ir boj qo'yishdan kelgan yoki fuqarolardan ig'ir boj elishdan kelgan shu hukumatning puli ko'p. Prezident Trump bojni qisqartmoqchi bo'lyapti. Bir necha davlat bojni qisqartmoqchi bo'lyapti. Angliya bojni qisqartdi. Hukumatning xarajati uning ustiga boj elish mas'uliyatiga tayinadi. Hukumat xarajat, boj elish va mas'uliyat. Demek yuqori demokratikalar hozir dunyoning iqtisodiy ahvolini nazarda tutib, boj elishni qisqartiryapti. Xitoy-ku, Xitoy qisqartma deydi. Bojni qisqartishga o'lgi tiklab berganlik Jungoning yetim qovurg'isini o'shtib o'tganlik bo'ldi. Masalan, Angliya, Amerika qatorliq davlatlar hozir Prezident Trump va'da qildi, bojni qisqartaman dedi. Bojni qisqartishga o'lgi tiklab berganlik buning amaliyoti nima? Amaliyoti Jungoning yetim qovurg'isini o'shtib o'tish deganlikdir. Qisqasi Jungoda bu hokimiyatning qonunliq ekanligi yoki emasligi kompartiyaning taraqqiyot emas ekanligi faqat iqtisodning taraqqiyotiga bog'liq. Sen bu Jungolikning qo'shig'ini to'yga solsang, sen qonunli hukumat. Qo'shig'ini to'yga solmasang, sen qonunsiz hukumatdir. Lekin Dünya Savdo Tashkiloti masalasi tufayli Jungoning iqtisodida masala ko'riladigan yoki yor o'rilgandek bir hodisa yuz beradigan, bu oqibat intayin ig'ir bo'ladi deydi Canlı ipen. Shuning uchun deymanki, 2017-yilga nisbatan aytganda 19-qurultayga yuzlanganda Jungo kompartiyasi hozir Jungo rahbarlariga nisbatan aytganda ichki tashqi jihati intayin ig'ir sinoqqa xirqqa duch keldi. Bu qattiq o'tkaldan o'tib ketalamdi. Kompartiya bu qattiq o'tkaldan o'tib ketalamdi? Yo'q. Bu hokimiyatning chiqish yo'li nima?
Mening his qilishimcha bu intayin eg'ir masala deydi Janlipen efendi. Urush özünü halak qilishning yo'lini tanlab allaşdı. Urush özünü halak qilishning yo'lini tanlab elishdir. Undaqda adabga qaytish, xalqaro jamiyatning talablarini qabul qilish, balki yanada iqtisodiy jihatda bir qadar eg'il ahvol yuz berdi. Sen o vaqtida kayningga qaytsang, adabga qaytsang, Turan efendi biz aytgandek, murassah xarakterlik taslim bo'lish yo'lini tanlab olsang, o xilda bir qadam bilan ish hosil bo'ladi. Biroq nima bo'ldi? Bu jihat yani iqtisod masalasi eg'ir bo'ladi dedi. Birinchi xilda bir qadam bilan ish hosil bo'ladi. Masalan, urush bo'ldigan bo'lsa, bir qadam bilan ish hal bo'ladi dedi. Urushni yengilsa, butkul vaziyatda o'zgarish bo'ladi, o'zgarish yasaydi. Yana bir xil usul asta-asta kelish, lekin har ikkilisi kishini xushal qiladigan manzara emas. Mayli savdo urushi, mayli asta-asta kelish, mayli urush, mushu 3 shart hozir junguliqning oldiga qo'yildi. Xalqaro jamiyat emas, balki taqdir shunda qo'yganda junguliqning oldiga mushu shart qo'yildi. Qaysini tanlab olasan? Urush kaynidili yangi jungu barpo bo'ladi. Savdo urushi iqtisod intayin eg'ir ahvolda qoladi. Asta-asta kelish iqtisod endi uni ko'tarolmaydi. Demak, junguliqning holi mana mushuga yetdi. Endi yana bir o'zgarish bo'ldiki, Turan efendi biz prezidentimiz Trump efendining Tayvanning prezidenti Sayyan bilan ko'rishish mumkinligini umid qilib orzulab turgan shundaq bir paytda prezident Trump 1-oyning 9-kuni Nyu-Yorkda junguliq savdogar Mayun Panaqni Mayun bilan ko'rishdi. Endi bu vaziyatda siyosatda qanday o'zgarishlar bo'ldi buni uqilolmaydi. Tayvanning prezidenti Sayyan xonim bilan ko'rishish kerakmidi yoki junguliq savdogar Mayun bilan ko'rishish kerakmidi? Buni bir nima degili bo'lmaydi. Hozirgacha nurg'un maqolalar e'lon qilindi bu to'g'rida. Ondan siyosiy obzorchi Chimpokongmo bir parcha maqola e'lon qildi. Men har ehtimol nazarda tutib Chimpokongning maqolasini sizlarga tanishtirmadim. Endi sababi endi bundan keyin qanday siyosatda yuzlanishlar, xalqaro yuzlanishlar, mamlakat ichidagi yuzlanishlar, chunki Amerika munosabati, savdo munosabati boshlayotganda, mushu munosabatlar qarab o'tirib, bundan keyin tahlillarni vatandoshlarga yetkazamiz. Endi Janlipen efendi nima debdi? Yig'ib aytganda 3 masala. Tayvan bo'g'izda urushiman desang, tugaysan, atli yangi jungo quriladi. Ikkinchi masala, Amerikalar savdo urush qilman desangmi, intayin eg'ir. Oqibat iqtisodning oqibati intayin eg'irdi. Asta kelaman desangmi, endi vaqt tugadi. Hesabda bu oqmaydi deganidan qaraganda Janlipenning endi vaqt tugadi. 20 yil, 26 yil, 40 yil. Menib kelding shu yo'lni, sen xalqaro jamiyatdan degan yerdan chiqamading. Endi xalqaro jamiyatdan fikrni qabul qilib, ma'qul deb, dunyo savdo tashkilotining prinsiplarini qabul qilib, ma'qul deb mansangmi, endi kechikib qolding da'vatidi Janlipen efendi.